Assalomu alaykum akalar. Navbatdagi Gazablok stanogimiz Norin tumaniga o'rnatildi. Mana bu reskasi. Bu yoqda men qilish deb turgan 15 ta qoliplari bilan mana ko'rishlar mumkin. 15 ta qolip mishalka, suv bachuklari akalarimiz o'zlari ijro qilingan. Bilasizlar, Gazablok apparati issiq suvda quyiladi. Shuning uchun suv shu 3 ta usuli qo'llangan bu yerda ko'rishlar mumkin. Mana bu yerda bez rasxod 1 so'm pul sarflamasdan quyosh o'z issiqligi bilan mana qo'yilgan. Mana bu yerga suv bachokka отдельный pechkalari bilan garelka, pechka, ko'mirda isitish mumkin 1 tonna suv. Uchinchisi bu yerda mana tentlar qo'yilgan ko'rishlar mumkin. 1,5 kilovatdan 2 ta 3 kilovatlik tentlar qo'yilgan, suv nasoslari. Hamma narsasi full holatda, mana mishalkalarni ko'rishingiz mumkin. Qoliplari. Kimga shunaqa qoliplar, Gazablok ishlab chiqarish liniyalari kerak bo'lsa, bemalol shu ekrandagi nomerlarga telefon qilaverasizlar. Xudo xolasa chiroyli holatda yetkazib, dastavka qilib, o'rgatib qo'yishlarini o'rgatib yo'lga tushirib beramiz.